Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbolsevar do'stlar. O'zbekiston, Osiyo va dunyoda ro'y berayotgan eng qiziqarli va muhim xabarlar bilan har doimgidek Zafar Bimronbek kanali o'z ishini boshlaydi. Qadrli do'stlar, kanalimizda yangi bo'lsangiz albatta obuna bo'ling, like tugmachasini bosib, voqealar rivojini biz bilan kuzatishda davom eting. Darvoqe qadrli do'stlar, agar nutqimizda yoki tashqi qiyofamda yoki umuman berayotgan ma'lumotlarim sizga yoqmasa, ma'qul kelmasa, bemalol Zafar Bimronbek kanalini tark etib ketishingiz mumkin. Hech kim sizni majburlab ushlab qola olmaydi. Yana bir narsani qo'shimcha qilmoqchimanki, hammaga birdek yoqishni iloji yo'q. Qadrli do'stlar, sizlar har xil didli insonsizlar, sizlar har xil xarakterli insonsizlar. Hammani birdek ko'nglini olishni iloji yo'q. Beayb Parvardigor hammaga yoqa olmaymiz bir xil. Xo'sh, tayyor bo'lsangiz bugungi xabarlarni e'tiboringizga havola etamiz. Xo'sh, O'zbekiston Superligasida qanaqa xabarlar, qanaqa yangiliklar bo'lmoqda? O'sha kuchli degan jamoalarimiz Superligada imkoniyatlarni boy berib qo'yishmoqda. Demak, 5-tur o'yinlari yakunlandi. 5-turdan keyin peshqadamlar yaqqol saralanib qolmoqda. Farg'onaning Neftchi jamoasi Navoiyga borib Qizilqum jamoasi darvozasiga 4 ta gol urdi va yirik 0-4 hisobida g'alaba qozonib, ochkolar sonini 15 taga yetkazib oldi va hozirda O'zbekiston Superligasida yaqqol peshqadamligini hozircha qo'lga olib turibdi. Endi ular keyingi tur o'yinlarini o'tkazishadi. Ya'niki Paxtakorga qarshi Neftchi o'ynaydi. Bu o'yin ham Paxtakorda bo'ladi. Eng qizig'i, Paxtakor jamoasida 12 ochko. Agar Farg'onadan Paxtakor ochko olishni uddasidan chiqsa, ya'niki Neftchini mag'lubiyatga uchratsa, ochkolar soni Neftchi bilan tenglashib bo'ladi 15 ga 15. Agar durang natija ham Paxtakorga 1 ochko, Neftchiga 1 ochko beradi, baribir Neftchi ustunligicha qoladi. Xo'sh, demak, bo'lib o'tgan 5-tur o'yinlari haqida ma'lumot beramiz. Sug'diyona Qo'qon 1912 2-2, Bunyodkor Lokomotiv 2-0, Xorazm Dinamo 2-1, Navbahor Mash'al 2-1, Nasaf Andijon 1-0, Paxtakor OKMK 3-1, Qizilqum Neftchi 0-4 va Surxon kutilmaganda Buxoroni 3-1 hisobida mag'lubiyatga uchratdi. Demak, Superligada birinchi o'rin Farg'ona Neftchi, ikkinchi o'rinda Toshkent Paxtakor, uchinchi o'rinda Bunyodkor Toshkent, to'rtinchi o'rinda Qashqadaryo Nasaf, beshinchi o'rinda Buxoro, oltinchi o'rinda Namanganning Navbahor jamoasi 9 ochko bilan qayd etmoqda, ya'niki Timur Kapadze jamoasi. Demak, 6-turda start oladigan o'yinlar 7-apreldan boshlanadi. Lokomotiv Xorazm, Mash'al Bunyodkor. Eng qizig'i, qadrli do'stlar, 7-aprel sanasida Vodiy derbisi Andijon Navbahor o'yini bo'lib o'tadi. Mana shu o'yin ham juda muhim ahamiyatga ega. Andijon hokimi bu yil Andijonni oldiga shunday maqsad qo'yganki, chempionlik uchun kami 3-4 o'ringa Andijon ilinish kerak degan. Lekin Andijonni o'sha birinchi ko'rsatgan o'yini, Sug'diyona darvozasiga urilgan 4 ta goli, undan keyin negadir Samvel Babayan ishlari yurishmayapti jamoasi bilan. Ko'ramiz. Ular bu safar Timur Kapadze jamoasiga qarshi bahs olib boradi. Demak, Vodiy derbisi dramatik qiziq bo'lishi kutilmoqda. 8-aprel sanasida Qo'qon 1912 Nasafni qabul qiladi. OKMK Surxon bilan bahs olib boradi. Samarqandning Dinamo jamoasi Jizzaxdan keladigan Sug'diyona yangi murabbiy Ulug'bek Baqoyev bilan Vadim Abramovga qarshi ular g'alaba qozonish uchun harakat qilib ko'radi. 9-aprel sanasida yana juda ham chiroyli o'yinlar bo'lib o'tadi. Xususan Buxoro Qizilqum va Neftchi o'z uyida aytganimizdek Paxtakorni qabul qiladi. Ushbu Neftchi Farg'ona Toshkent Paxtakor o'yinlarida O'zbekistondagi eng kuchli, nafaqat O'zbekiston, Osiyodagi eng kuchli hakamlar boshqarib boradi. Bosh hakam Ilgiz Tantashev. Ko'ramiz Superligani. Xo'sh, O'zbekiston milliy terma jamoasi haqida nimalar deymiz? Albatta ijtimoiy tarmoqlarda ko'rmoqdasiz va biz yana ajoyib xabarlarni e'tiboringizga havola etamiz. O'zbekiston milliy terma jamoasi shu vaqtgacha jahon chempionatida mundialdagi ikkita raqibini bilib olgan. Bular Kolumbiya va Portugaliya terma jamoasi edi va 3-chi rasmiy raqibni ham nomi aniq bo'ldi. Bu Afrika vakili Kongo Demokratik Respublika terma jamoasi O'zbekiston bilan bir guruhdan joy oldi. Demak, O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionati mundialda birinchi o'yinini Kolumbiyaga qarshi, ikkinchi o'yinini Portugaliyaga qarshi va uchinchi o'yinini Kongo Demokratik Respublika terma jamoasiga qarshi o'tkazadi. Albatta, o'yinlar borasida jahon chempionati boshlanishiga 3 oydan kamroq vaqt qolmoqda. Hash-pash deguncha o'sha vaqt ham keladi. Fabio Cannavaro barcha futbolchilarni nazoratdan, sinovdan o'tkazmoqda. Albatta,
nasib etsa mundialga kuchli tayyorgarlik ko'rmoqda Cannavaro. O'tgan safar aytib o'tganim 55 nafar futbolchini nomzodi bor, lekin 55 nafardan FIFA tasdiqlagan bor yo'g'i 26 futbolchi mundialga borishi mumkin deb aytib o'tilgan edi. Shaxsan men aytgandim. Xo'sh, raqiblarimizga qarshi qanday o'ynaymiz? Eng qizig'i birinchi o'yinimiz Kolumbiyaga qarshi bo'ladi. Mundialning ochilish o'yini albatta hayajon bo'ladi. Men o'tgan safar aytib o'tgandim, Venesuela va Kolumbiya terma jamoalari bir-biriga juda ham o'xshash raqiblar. Biz go'yoki Kolumbiyaga qarshi tayyorgarlik ko'rish oldi Venesuela bilan o'yinimizni ko'rib bilib olishimiz mumkin dedik. Ko'rdingiz, yurtimiz mezbonlik qilgan FIFA Series turnirida avvaliga Gabon 3-1 hisobida taslim etildi. Undan keyin Venesuela bilan asosiy vaqtda 0-0 o'ynadik. Penaltilar seriyasida omad va nihoyat bizga kulib boqdi va 5-4 hisobida Venesuela terma jamoasini taslim etdik va chempionlikni qo'lga kiritdik. O'zbekiston terma jamoasi mana shunday kichik turnirlarda chempion bo'lmoqda. Yurtimiz mezbonlik qilgan Kafa Cup musobaqasida ham finalda Eron bilan o'ynadik va chempion bo'ldik. Birlashgan Arab Amirligi mamlakati Alain Cup musobaqasida ham chempion bo'ldik va mana FIFA Series turnirida ham terma jamoamiz chempionlikni qo'lga kiritdi. Birinchi o'yinimiz Kolumbiyaga qarshi, ikkinchi o'yinimiz o'sha Ronaldosi bor Portugaliyaga qarshi, uchinchi o'yinimiz qadrli do'stlar Kongo Demokratik Respublika terma jamoasiga qarshi bo'ladi. Albatta o'yinlarga jiddiyroq tayyorgarlik ko'ryapmiz. Ko'pchilik o'ylayapti, bekor biz birinchi o'yinni Kolumbiyaga qarshi o'tkazyapmiz. Yana kimdirlar aytadi, birinchi o'yinimiz Portugaliyaga qarshi bo'lish kerak deyapti. Endi bu qurra tashlanib bo'ldi. Milliy terma jamoamizni taqdiriga shu narsa yozilgan. Birinchi biz o'zimiz nima desak bo'ladi? Biroz noshukurmiz. Jahon chempionatiga chiqaylik. Qanday raqib bo'lishidan qat'iy nazar Germaniya bo'ladimi, Portugaliyami, Braziliyami, Argentinami dedik. Jahon chempionatiga chiqdik. Endi biz bir pasda raqiblarni tanlashni boshlayapmiz. Birinchi o'yinimiz Kolumbiyaga qarshi bo'lmaslik kerak. Birinchi o'yinimiz Kongoga qarshi bo'lish kerak edi yoki Portugaliyaga qarshi bo'lish kerak edi. Yo'q. Bu mundial, eng asosiysi 34 yil deganda jahon chempionatiga chiqdikmi? Qanday raqib bo'lishidan qat'iy nazar, kuchlimi, kuchsizmi, bor imkoniyatimizni ishga solib, o'sha Kolumbiya bo'ladimi, Portugaliya bo'ladimi, Kongo bo'ladimi, mag'lub etishga harakat qilishimiz kerak. Raqib tanlab birinchi o'yinda biz Portugaliya bilan tushsak yaxshi edi, Portugaliya o'rganardi, ochilish o'yini bo'lardi degan jurnalistlarning ham fikrlarini eshitib qoldim. Bu mutlaqo noto'g'ri. Kolumbiyami Kolumbiya, Portugaliyami Portugaliya, Kongomi Kongo. Tamom, shu jamoalarga qarshi bemalol o'ynash kerak. Boshqa tushganni ko'z ko'rar. Qanaqadir qo'rqib, hayajonla bosib yoki bir narsadan xavotirda o'ynash, bu meni shaxsiy fikrim, mutlaqo noto'g'ri. Jahon chempionati har 4 yilda bir marta bo'ladi. Bor imkoniyatimizni ishga solishimiz kerak. Terma jamoamiz ham va biz muxlislar ham. Men shaxsan shunday deb o'ylayman. Demak, mundialga biz tayyormiz. Bizning raqiblarimiz ham tayyor. Mana Venesuela bilan o'ynadik, Gabon bilan o'ynadik. Bu safar albatta mundialda bundan-da chiroyli va super o'yin ko'rsatamiz degan umiddaman. Albatta qadrli do'stlar, FIFA reytinglari ham e'lon qilindi. Unga ko'ra, xabaringiz bor, O'zbekiston terma jamoasi 52-o'rindan rasman mana shu yurtimiz mezbonlik qilgan FIFA Series turnirida 52-o'rindan 50-o'ringa mustahkam ko'tarilib olindi va bu yaxshi natija bo'ldi. Va jahon chempionatida ishtirok etadigan 48 ta terma jamoani mundialda nechinchi o'rin olishi ham e'lon qilindi. O'sha FIFAning maxsus nashrlari va dunyoning maxsus nashrlari shunday ma'lumotlar chiqardi. O'zbekiston milliy terma jamoasi K guruhida 45-o'ringa loyiq deb ko'rildi. Mana shu mundialda ishtirok etadi va 45-o'rinni egallaydi deb aytib o'tildi. Bizdan keyin Iroq, Kurisao va Gaiti terma jamoalari nazarda tutilgan. Meni fikrimcha, o'sha FIFA deymizmi yoki o'sha maxsus futbol agentlarimi, futbol nashrlarimi mutlaqo noto'g'ri baho bergan. Chunki O'zbekiston terma jamoasi 48 ta terma jamoa ishtirok etar ekan, O'zbekistonga 45-o'rin. Men ishonaman, ishonmaydiganlar yozib qo'ying yoki shu videoni saqlab qo'ying. O'zbekiston terma jamoasi bu mundialda 45-o'rinni egallamaydi. O'zbekiston terma jamoasi kamida, qadrli do'stlar, 25 yoki 28 o'rtasidagi o'rinni egallashi mumkin. Chunki O'zbekiston terma jamoasi hattoki 30-o'rin ham emas. Undan yuqori o'rinlarda terma jamoa o'z faoliyatini yakunlaydi. Mundialda aytmoqchimanki, munosib ishtirok etadi. O'sha biz haqimizda bizni yerga urib O'zbekiston terma jamoasi o'yinini
umuman pastga urib texnikasini, O'zbekiston terma jamoasi umuman past jamoa, birinchi marta mundialga chiqdi, ular debyut, unaqa bunaqa, hattoki Iordaniya terma jamoasini ham bizdan yuqori ko'rishgan. Bu mutlaqo noto'g'ri. Men o'shalar chiqazgan bunaqa reytingga, bunaqa bahoga mutlaqo qo'shilmayman. Bu g'irt yolg'on. Bu qanaqadir raqibga, umuman o'sha terma jamoaga psixически zarba berishyapti. Shunday ekan, bu narsaga mutlaqo ishonmayman. 45-o'rin o'zi mundialda 48 ta terma jamoa ishtirok etadi, lekin O'zbekistonga 45-o'rin berilgan. Bu mutlaqo g'irt, noto'g'ri va yolg'on ma'lumot. O'zbekiston bunaqa kuchsiz, bunaqa eng past tabaqadagi terma jamoa emas. Ko'rasiz, shoshmasdan turing, o'sha raqiblar ingliz tilida tarjima qilinadimi, rus tilidami, afrikan tilidami, arab tilidami, hali O'zbekiston terma jamoamizni mundialda qanaqa ishtirok etishini shoshmasdan turing, ko'rasiz va ana o'shandagina uyalib qolishingiz mumkin. Men shunday fikrlayman. Xo'sh, qadrli do'stlar, raqiblarimiz Kolumbiya, Portugaliya va Kongo Demokratik Respublikasi terma jamoasi. Xo'sh, Cannavaro oldiga qo'yilgan maqsadlar qanday? Cannavaro o'ziga qo'yilgan maqsadlar va futbolchilarni formasini ko'rib, har bitta futbolchi bilan ishlamoqda, ko'z tegmasin. 55 nafar futbolchidan har bittasini sinovdan o'tkazmoqda. Albatta, umid qilamiz, Cannavaro xato qilmaydi va kerakli futbolchilarni mundialga olib boradi. Endi rasmiy o'yin bo'ladimi? Terma jamoamiz Jahon chempionati oldi o'rtoqlik o'yin o'tkazadimi degan savollar bor. Albatta o'tkazadi. 1-iyun sanasida o'sha rasmiy mezbon Kanada terma jamoa Jahon chempionatida ishtirok etadi. Kanada terma jamoasiga qarshi Edmonton shahrida o'tkazamiz. Ya'ni Kanada O'zbekiston terma jamoalarini rasmiy Jahon chempionati boshlanmasdan oldingi o'rtoqlik o'yini. Va yana bir men xursand bo'ldim shu xabarni eshitib, qadrli do'stlar. O'zbekiston terma jamoasi UEFA Niderlandiya terma jamoasi bilan ham o'rtoqlik o'yin o'tkazishni reja qilmoqda. Albatta, muzokaralar boshlangan. Agar nasib etsa Niderlandiya terma jamoasiga qarshi ham o'rtoqlik o'yinini o'tkazsang, bu albatta juda ham yaxshi bo'ladi Jahon chempionati oldi. Chunki to'g'ri, Kanada ham yaxshi raqib, lekin qancha ko'p yig'in, qancha ko'p futbolchilarni shu Jahon chempionati oldi ko'proq o'yinlar o'tkazsak, albatta bu yaxshi tayyorgarlik va futbolchilarda hayajon biroz bo'lsa ham bosiladi. To'g'ri, birinchi o'yinda Kolumbiyaga qarshi albatta hayajon bo'ladi, lekin Kolumbiya ham O'zbekiston terma jamoasining kuch-qudratini biladi. Kolumbiya ham albatta birinchi o'yinga nihoyatda ehtiyotkorlik bilan, xushyorlik bilan chiqadi. Chunki O'zbekiston anoyi jamoalardan emas. Jahon chempionatlarida O'zbekiston jahon chempionatiga chiqmasligi mumkin, lekin jahon chempionatiga chiqqunga qadar qanaqa kuch-qudrat, qanaqa imkoniyatlar, qanaqa start chiziqlariga yetib kelganini butun terma jamoa biladi va o'zbek futbolini shu mundialga qadar o'rganib chiqishgan. Shunday ekan, albatta Kolumbiya terma jamoasi bilan shaxsan men o'ylayman, kuchimiz u daraja pastda emas, kamida Kolumbiya bilan durang o'ynashga haqlimiz. Demak, Kanada bilan o'ynaymiz va UEFA agar muzokaralar manfaatli yakunlansa, Niderlandiya terma jamoasi bilan ham o'rtoqlik o'yini o'tkazamiz. Va qadrli do'stlar, Jahon chempionatiga Osiyo qit'asidan kuni kecha albatta xabarlarni eshitdingiz. Iroq terma jamoasi ham Jahon chempionati 2026 yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Biz O'zbekiston terma jamoasi tarixda ilk marotaba 34 yil deganda mundialga chiqqan bo'lsak, Iroq terma jamoasi 40 yil deganda yana mundialga qaytdi. Ya'niki Iroq oldin mundialda ishtirok etgan va kichik hisoblarda mag'lubiyatga uchrab, 40 yil tanaffusdan keyin yana mundialga qaytdi va Jahon chempionati 2026 da Iroq terma jamoasi ham Osiyo qit'asidan ishtirok etadi. Ko'ramiz voqealar rivojini, qadrli do'stlar. Albatta barchasiga oz fursatlar qolmoqda. Mundial boshlanishiga 3 oydan kamroq vaqt qoldi. Xo'sh, endi legionerlarimizga to'xtaladigan bo'lsak, Erondagi siyosiy vaziyat qanday bo'lmoqda? Xabaringiz bor, Erondagi siyosiy vaziyat. FIFA rahbari albatta Gianni Infantino aytdi, Eron albatta jahon chempionatiga boradi, jahon chempionatida ishtirok etadi dedi. AQShda bo'lmasa, o'yin Meksika yoki Kanadaga ko'chirilishi ham mumkin. Demak, Eronni ham biz albatta nasib etsa mundialda ko'ramiz va Erondagi legionerlar haqida to'xtaladigan bo'lsak, Oston O'runov, Igor Sergeyev, Odiljon Hamrabekovlar bir oy mobaynida yoki Rustam Ashurmatovlar albatta Erondan chiqib boshqa klublarda bir oy mobaynida ijara asosida to'p surishi mumkin. Erondagi vaziyat yumshatilsa, yaxshi yakunlansa va yana Erondagi futbol chempionatlariga, Eron chempionatiga start beriladi dedi. Demak, o'z-o'zidan Oston O'runov bizga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra albatta Samvel Babayan bilan Andijonga boradi va
Rustam Ashurmatov Farg'onani Neftchi klubi bilan muzokaralar olib bormoqda deyilyapti. Odiljon Hamrabekov Paxtakorga va Igor Sergeyev ham balki Neftchiga o'tishi mumkin degan mish-mishlar chiqmoqda. Hali lekin rasman tasdiqlanmadi. Lekin bu xabarni eshitgan Farg'onani Neftchi klubi muxlislari, umuman Neftchi muxlislari xafa bo'lishmoqda. Hozir Neftchiga hech qanaqa futbolchi kerak emas. Hujum chizig'ida hech qanaqa muammolar yo'q. Igor Sergeyev boshqa klubga o'tsin yoki o'sha Eronni boshqa chempionati yoki Osiyoni boshqa chempionatiga borsin, lekin Neftchiga kelmasin. Neftchi shu jamoa juda yaxshi shakllantirilgan. Islom Ismoil tomonidan Neftchiga kelsa Igor Sergeyev qiynalib qoladi yoki Neftchini buzadi degan gaplar ham umuman ko'payib ketdi. Mayli, biz uni hal qilmaymiz. Uni Neftchi klubi matbuot xizmati, Neftchi rahbarlari va Igor Sergeyev o'zaro hal qiladi. Demak, qadrli do'stlar, O'zbekiston Superligasi ham mana shunday xabarlar. Bir oy ichida albatta Erondan boshqa jamoalarga o'tib o'ynab turishi mumkin. Odiljon Hamrabekov ham albatta, qadrli do'stlar, Toshkentning Paxtakor klubi bilan muzokaralar olib bormoqda. Qadrli do'stlar, hozircha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat. Xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Albatta e'tiboringizga havola etamiz. Darvoqe bizni Instagram va Telegram kanallarımizga ham obuna bo'lib qo'ying. O'zingizni fikr mulohazalaringizni yozib qoldirasiz degan umiddamiz. Beayb Parvardigor, xatolarimiz bo'lsa uzr. Biz yana gaplashamiz. Yaxshi kunlarda diydor ko'rishish nasib etsin. O'zingizni ehtiyot qiling. Omad siz va bizni aslo tark etmasin. Salomat bo'ling.